Markaziy Amerika joylashgan siyosiy jurnali Politico'ning 13 fevraldagi xabariga asoslanganda, atalmish Uyg'ur avtonom rayonining qo'rchoq raisi Erkin Tonyazning mushabda Fransiya va Belgiya qatorliq davlatlarda ilib bormoqchi bo'lgan ziyorati amaldan qoldirilgan. Bu qitimqi ziyorat planidan xabardor 3 kishining muxbiriga bildirishicha, Erkin Tonyazning bu qitimliq Yevropa safari amaldan qoldirilgan. Bu haqda Xitoy organ tarafining Brusseldagi Yevropa ittifoqi xodimiga evatgan ilxatida kun tartib o'rlashtirishidagi o'zgarish sababli ziyorat kechiktirildi deb yozilgan. Parijdagi faoliyatga qatnashmoqchi bo'lgan kishilarga evatilgan uchurda bo'lsa, davlat ichida muhim ish chiqib qolganligi sababidan faoliyat amaldan qoldirildi deb yozilgan. Erkin Tonyazning bu qitimliq Yevropa safari plani e'lon qilingan kundan boshlab Angliya va Yevropadagi ko'plagan siyosatchi, kishilik huquq qo'g'duvchilari tomonidan qattiq qarshiliklarga uchragan. Angliya va Belgiyadagi bir qism parlament a'zolari Erkin Tonyazni Yevropaga kelgan amman qo'lga olish kerakligini, uning bilan bo'lgan ko'rishishning asli sud maydonida ilib berilishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan. İtalyan tilida nashrdan chiqqan Xitoyning erkinlik to'ziqi nomli kitobini tanitish matbuot yig'ini Italiya Kengash palatasida o'tkazildi. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqin Aysa efendimning o'z kechirmishlari asosida yozib chiqqan Xitoyning erkinlik to'ziqi nomli kitobi 2022-yili Hindistonda ingliz tilida nashrdan chiqqan edi. Uzun o'tmay kitobning hindicha, bangladeshcha va arabcha nusxalari orqa-orqadan nashr qilingan edi. Yaqinda bu kitobning italyancha nusxasi Italiyada nashr qilingan. Amerika armiyasi etib tushirgan Xitoy jasusi sharining halqaliq elektronlik zapchastlarining asliga kelganligini e'lon qildi. Amerika Shimoliy qo'mondonlik shtabining bu vaqtdagi bayonotida komandilarning rayondan senzor va elektronlik zapchastlarni o'z ichiga olgan zo'r miqdorda axlat to'plaganligi uqtirildi. Beijingning hukumat ig'dorchiligidagi jasuslik uskunasi ekanligi inkor qilingan bu havo shari Amerika prezidenti Jo Baydenning buyrug'i bilan etib tushirilishidan burun Amerika va Kanada ustidan bir hafta ushgan. Kanadada yaşayotgan Uyg'urlar jiddiy yordam safarbarligi tashkillab, Turkiyadagi ofat rayoniga yordam qo'lini sundi. Kanada Uyg'ur masjidi va Kanada Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi birlikda Kanadada yaşayotgan Uyg'urlarni ofat rayoniga yordam to'plash harakatiga safarbar qildi va bir hafta ichida ofat rayoniga jiddiy yordam berib, ofatdan qutuldirish uchun iqtisodiy yordam to'pladi. Sharq Turkiston xalqi Turkiya xalqi bilan diniy qarindosh va qondosh bo'lish sifati bilan o'zining muhojiratdagi g'urbatchilik ahvoliga qaramasdan Turkiya ichida yashayotgan Uyg'urlar bo'lsin yoki chet eldagi yashayotgan Uyg'urlar bo'lsin, ofat kuchirgan qarindoshlarga yordam qo'lini sunmoqda. Xitoy Savdo ministrligining bayonotchisi seshanba kuni Xitoyning Amerikaning 6 Xitoy shirkatini eksportni kontrol qilish tizimligiga kirgizish harakatiga qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Amerika Xitoyning harbiy havo amatkisi qatorliq aviatsiya programmalarini qo'llaganligi uchun 6 Xitoy shirkati va tadqiqot o'rnini eksport kontrol tizimligiga kirgizgan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi sobiq doimiy vakili Nikki Haley o'zining 2024-yildagi prezident saylamiga qatnashadiganligini e'lon qildi. Janubiy Karolinadan Cumhuriyetçiler Partisining siyosiyoni Nikki Haley o'zining torbeti va ijtimoiy aloqa hisoblarida hambakrlangan sinida Xitoy, Iran va Rossiya haqida to'xtaldi. O sinda Xitoyda irqiy qirg'inchilik olib berilyapti. Ironda kishilar hukumatga qarshi turganligi uchun o'ldirildi dedi. Haley Xitoy bilan Rossiyaning olg'a ilgarilayotganligini ko'rsatib, Demokratchilar partiyasini tanqid qildi va ularning davlat ichidagi siyosatini sotsialistik sol deb tasvirladi.